ta Jutur X50 ni bo'sh to'lovini $5270 bilan, 50 ta Jutur X70 ni bo'sh to'lovini $6000 bilan chiqarib bera oladiganlar bormi? Gap yo'q. 15 kun ichida qo'yilgan barcha inomarkalarni o'zlaringiz sotib olib ketdingizlar. Like va kommentariyani yo'raverdingizlar. Ana endi xalq uchun qolgan inomarkalarning narxini sindiramiz. Qilsa qilsin, xalq maza qilsin. 20 ta Dashing boshlang'ich to'lovi $6770 dan bitta pasportga. Agarda oylik shaqqingiz bo'lsa, $5400 bilan chiqarib beramiz. 10 ta T2 1.5 turbina boshlang'ich to'lovi $8000 dan bitta pasportga. Agarda oylik ish haqqingiz bo'lsa agar, $6400 bilan chiqarib beramiz. 15 ta T2 2 turbina boshlang'ich to'lovi $10300 dan bitta pasportga. Agarda oylik ish haqqingiz bo'lsa agar, $8240 bilan chiqarib beramiz. 12 ta viloyatdan keladiganlar uchun bonusiga parok, polik, radiator zashta, tonirovka va mehmonxonalar bilan qilib bera oladiganlar bormi? Butun O'zbekiston Respublikasi bo'yicha inomarkalar narxini faqatgina Jutur Buxara sindiradi. Kommentariyada T2 yoki Dashing so'zini yozib qoldiring. Siz bilan menejerlarimiz albatta bog'lanishadi.